Odilxo'ja aka, zo'ragina ikkita kvartira yonma-yon 265 mingdan, yana 4 xonadan. Yaqin opa-singil, aka-uka birga yashaymiz, bitta joyda yashaymiz deganlar uchun, kelin tushiraman deganlar uchun juda zo'r variantimiz. Olib qolsa arziydi lekin. Faqat like bosib qo'yinglar, biz obzor qilib ko'rsatamiz azizlar sizlarga. Xudo xolasa yoqadi. Chunki yopiq zona, zakrytый двор, disk o'yingohlari bor, подземный parkovkalari bor. Kelib bu yoqdan boshlaymiz. Boshlaymiz kuxnyadan. Kuxnyani ranglari juda chiroyli tanlangan, patologgacha mebel qilingan, patologlari baland. Bu yoqda shkaflari hammasi. Qarang, pishiradigan narsalar biz ayollarimiz uchun xolodilniklari skritый qilingan. Ayolda posudmoyka ham bor. Posudmoykasi ham bor. Mana bu yerda posudmoykasi. Hamma sharoitlari zo'r qilingan. Oynasi panoramni ochib qo'yib, mazza qilib video tomosha qilib o'tiradigan. Eshiklari ham bor. Endi mana bu joy zalni kattaligini qarang. Devorlarga ham ahamiyat berib o'tsangiz bo'ladi. Devorlar ham необычный qilingan. Boshqacha qilingan. Katta oila mazza qilib yashasa bo'ladigan xonadon. 3 ta spalnisi bor. Mana bu joyga qarang, nargiza. Avanniniki. Mana bu joyga bu qimmat anaqalardan qilingan. Da. Mana bu joyga bitta gulkam, живой голландскийsidan. Bu esa kirish qismimiz, hol, shkaflari bor, oynalari bor. Biz bu dom premium darajada qilingan, Yakkasaroyda 8-radom oryentimizni, mebellar hammasi krashni qilinganingizlar. Nargizaxon, siz ham ancha tushunib qoldingiz mebellarga, hamma kачестволарga. Bu uyimizni ko'ryapsiz, juda ham yaxshi qilingan. Zo'r sifatli uy qilingan. Bu yerda esa biz bolajonlarimiz uchun yotoqxona, o'zining partalari bilan. Endi mana bu shkaflarni qarang, ranglarini. Endi yana bitta narsa, bir xil kvartira, faqat rangida farq qiladi. Ikkita tepa past sotilyapti. 4 xonadan umumiy ikkita kvartira hisoblaganimizda 214 kvadrat tashkil qiladi. 214. 7-8 etaj. Bu esa sanuzelimiz. Rangi endi alohida baho berib qo'yasizlar ranglariga. Lekin ranglar zo'r tanlanganmi? Juda chiroyli. Ko'zi og'ritmaydi-da, bular bor. Imom eshiklardan qarang, ranglarni kofe rangni ochroqda mazza qiladi. Bu yoqda esa ikkita spalnimiz. Siz u yoqda, men bu yoqda. Siz unisini obzor qilinglar. Rangini qarang, pardalarni chiroyli tanlanganini qarang. Bu yerda o'zining shkaflari polni patologiyacha qilingan, ayollarimiz uchun narsa qo'yadigan joylar. Bu yerda bitta televizor ham xohlovchilar uchun qo'yib olsanglar bo'ladi. Sanuzel o'zining sanuzel bilan birga. Bu yog'ini qarang endi. Bu mehmonlar uchun yoki yosh katta ota-onalarimiz uchun ham mos keladigan xonadon bilan qilingan. Hozir ularga ko'rsataman. Bu yerda esa ikkinchi spalnimiz. Buni rangi umuman o'zgacha. Sizlar u yoqda afzal qilyapsizlar, men bu yoqda gapiryapman. Jinniga o'xshab mayli endi. Bu yana bitta spalnimiz bo'ladi. Parkka, hovliga qaragan spalnimiz. Ranglarini ko'ring, hammasi bir-biriga uyg'un qilingan. Endi mana bularni qarang. Zo'r ishlab qo'yishgan bor. Narxi ham zo'r. Zakrytый двор. Yonimizda hamma narsa bor azizlar. Qisqa qilib aytganda, olgan odam mazza qilib, fayzli va rohatda yashaydi. Narxi 265 ming. 265 mingdan ikkita kvartira sotilyapti. Agar siz ikkitasini olsangiz, biz yaxshigina skidka qilib beramiz. Agar bittasini olsangiz ham chiroyli narxda qilib beramiz azizlar. Sizga ma'qul bo'lsa, Nargizaxon kim qilsin, do'stlarga maksimal yuborsin. Yuborib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa telefon qiling. Like bosib qo'yinglar. Bizda ehtiyot qilinglar, hammani yaxshi ko'raman. Hammaga nasib qilsin. Duo qiling, duo taqdirini o'zgartiradi do'stlar. Xayr. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qani marhamat, ketdi.